Shunchalik kuchli og'riq bo'lganki, hattoki o'z joniga suiqasd qilishga majbur bo'lgan. Kimga murojaat qilish va qanaqa davolanishni bilmay sarson bo'lib yurishibdi. Tomonlama og'riq bo'ladi yuzida, yuz og'riq o'xshab yoki tish og'riqqa o'xshab boshlanadi. Vaqtinchalik o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli Javohir Medical tibbiyot markazini YouTube platformasini kuzatuvchilari. Men Said Bekzod Abdullayevich, oliy toifali tibbiyot fanlari nomzodi neyroxirurg bo'laman. Bugungi mavzumiz uch shoxli nevralgiya haqida. Nimaga bu mavzu tanlandi men tomonidan? Chunki tajribam asosida va nevropatolog hamkasblarim bilan ko'p gaplashganda bu bemorlarimiz juda ko'p va ular kimga murojaat qilish va qanaqa davolanishni bilmay sarson bo'lib yurishibdi. Uch shoxli nevralgiya shikoyatlari ko'pincha yuz og'riq o'xshab yoki tish og'riqqa o'xshab boshlanadi. Afsuski ko'p bemorlarimiz bu holatda tish og'riqqa o'xshatganligi uchun stomatologga borib, xalq tilida aytganda tish qurtlabdi, karies deb sog'lom tishni davolab olib tashlanadi. Bir nechta tishlari olinadi. Shunga qaramay og'riq afsuski qolmaydi. Kimdir blokada qiladi o'sha nervlarni. Bular hammasi bir vaqtinchalik o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin bo'ladi. Men hayot tajribamda shuni ayta olamanki, uch shoxli og'riqda bir bemorim bo'lgan, shunchalik kuchli og'riq bo'lganki, hattoki o'z joniga suiqasd qilishga majbur bo'lgan. Uch shoxli nevralgiya shikoyatlari ko'pincha bemorni bir tomonlama yoki ikki tomonlama og'riq bo'ladi yuzida. Nimaga uch shoxli nevralgiya deyiladiki, sababi u yuzga chiqishdan oldin uchga bo'linadi. Qoshni tepa qismi, jani pastki qismi va yuqori qismiga bo'linadi. Uch shoxli nevralgiya shikoyatlari boshlanishi o'tkir, tokka urgan o'xshab og'riq bo'ladi. Ko'pincha bu tish og'riqqa o'xshaydi. Uch shoxli nevralgiyani O'zbekistonda birinchi bo'lib targ'ib qilgan meni ustozim professor Qori G'ayrat Marash bo'ladi. Neyrojarrohlik yordam usulida davolash usulini O'zbekistonda birinchi bo'lib targ'ib qilganlar. Uch shoxli nevralgiya agar yuqori shikoyatlar bo'lib, konservativ, ya'ni dori-darmonlar yordamida siz shifo topmasanglar, men sizga tavsiya beramanki, o'sha uch shoxli nevralgiya bilan shug'ullanadigan neyroxirurgiya ilmiy markaziga murojaat qilishingizda yoki Qashqadaryo Javohir tibbiyot markaziga, ya'ni menga murojaat qilib, albatta buni birgalikda yechimini topamiz degan umidda bo'laman. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizlarni kuzatib boring. Agar sizlar tomonidan qanaqa takliflar bo'lsa, neyroxirurgik kasallik haqida suhbat qilmoqchi bo'lsanglar, albatta bizga yozinglar. Uni muhokama qilib, qo'limizdan kelgancha tushuntirish berishga harakat qilamiz. Rahmat, sog', omon bo'linglar.